Yaxshi. Yana bir gapiradigan bo'lsangiz, haqiqatni gapiravering. Bilganingiz. Tortinmasdan. Mana shu turklar haydab chiqarsin degan gap. Siz ham turklar ketsin degansiz. Ранили спереди вас, да? Сзади, да? Сзади примерно куда вошла пуля? В спину, да? Здесь. Ochib ko'rsating, bu juda kerak narsa. Вот здесь вот вошла, да? Да. А здесь вышла? Я не знал. Знаете, да? Ну, ясно. Ну, хорошо. Выздоравливайте. Происшедшие в Паркенте события – это очень тревожный сигнал о не совсем благополучном положении дел в нашей республике. Фактически власти уже применили оружие по своему народу. Когда вместо политиков, вместо политических руководителей, хозяйственных руководителей, вместо правительства начинают действовать внутренние войска, начинает действовать милиция. Это свидетельствует о неблагополучном положении, о напряженнейшей политической ситуации, если хотите, даже о кризисе политической власти, ведь подобные события, иначе как кризисом не назовешь. 8 марта активисты оппозиции выразили протест Центральному комитету Коммунистической партии Узбекистана. Oldingilar bizni aldab kelishardi. Bu armiya bizga bo'ysunmaydi. Bu hatto bularni o'zlari ham etishga harakat. Bu Moskvaning qo'li deganda bir fikrni ham aytishardi. Qani endi bular bu gapni aytisha olmaydi. Bu gal bular o'zlari olib kirib armiyani, o'zlari xalqni ottirib, o'zlari tepasida turib, keyin borgan o'lgan odamlarning tepalarida borib o'zlari ko'mib kelishgan. Bu sharmandagarchilik. Men o'sha sizni maslahatingiz binoan o'zi bir 6 oy bo'lmasa ham 7 oy oldin chiqib ketishim kerak edi. Bakuda degan hodisalar bo'lgani, o'zimizda Farg'onada bo'lgan hodisalarni hammasini nazarda tutib o'sha vaqtda tashlab yuborish kerak edi. Bu partiyani qo'llari ham emas, oyoqlari, boshlari hamma narsasi qonda. Agar bu partiyaga ishonadigan bo'lsak, hozir endi bir-birimizni o'ldiradi birodarlar. Hamma gap shunda. Bu 27 yillik umrim aldov bilan o'tgan ekan. Men qattiq aldangan ekanman bu partiyani. Bu ma'mur markaziy komitetni, mamlakatda koshonasini men shunga e'tiqod qo'yib ahmoq bo'lib yurgan ekanman. Bu butun yolg'ondan iborat ekan. Men bugun partiya biletimni yirtib mana shu markaziy komiteti idorasini ostonaga uloqtirdim. Qilinayotgan hamma jinoyatlar, Parkentdagi partiyani jinoyati, mana shu partiya boshqarayotgan hukumatni jinoyati. Mana shu bu hammasi sistemaga, partiyaning sistemasiga aylanib ketgan. Bu partiyani endi tozalab bo'lmaydi ishlar. Men ham hozir Kommunistik partiya safidan chiqdim. Sababi biz Cumhuriyatda bo'layotgan xunrezlik, bo'layotgan qonli voqealarda partiyani qora dog' bilan boshqarayotgan odamlar safida turmaslikka qaror qilishim, uni ustiga xalqni aldash uchun partiya safini sun'iy oshirmoqchi bo'lib, tozami, toza emasmi, har qanday odamlarni partiyaga qabul qila boshladim. Men ular oldi bilan birga bir qatorda turishni xohlamayman. Shuning uchun men el qatori o'zimizni bir fikrdosh og'aylar bilan partiyadan chiqdim. Ular bilan birga yurishda nafratlanaman. Xo'p. Salomat bo'ling. Gulchehra, bir og'iz aytsangiz, bir og'iz shu izoh bering shu bo'layotgan ishlarga. Bo'layotgan ishlarning sababi shuki, ayollarni juda ham sabr qasosga tortdi. Birinchi navbatda Qo'qon fojialari, Farg'ona fojialarini asl mohiyat xalqqa yetkazilmadi. O'sha fojialarning sababchilari ochilmadi. Xalq ko'rib turibdi, o'sha yerda kimlar sababchi edi. Hammasi bekitilib, begunoh odamlar, o'zbekning begunoh farzandlari mana shu prosesda qatnashgan bahonasi bilan qamoqqa olinayotdi.
hozir butun Farg'ona juda tug'yandi. Buni ustiga Bo'kadagi bo'lgan voqea, uni ustiga Parkentdagi otishmalar, hech begunoh odamlarning otilishi, nahotki endi shunda ham biz ayollar jim tursak, mayli otishadigan bo'lsa biz tayyormiz, bizni otishga. Yigitlarimizni otilgan tayyormiz, bolalarimizni tayyormiz. Mana bolalarimiz mayli haqiqat bo'lsin. Katta qilib otgandan ko'ra mayli hozir o'zimiz bilan qo'shib otishamiz. Qachongacha mana Qo'qonda fojiasida musulmon bolasi o'ladi. Bo'kada o'lish kerak, Parkentda o'lish kerak, Ozarbayjonda o'lish kerak, Tojikistonda o'lish kerak. Muftiy hazratlari qayerga qarayapti? Men 20 yildan beri partiya a'zosi edim. Lekin bu qo'li qon partiya kommunistlar a'zo bo'lgan bu a'zo bo'lgan men tura olmayman. Vijdonim qabul qilmaydi bu narsani. Men baxtlimanki shu kommunistik partiyasini a'zosi bo'lmaganimga. Butun dunyoda demokratiya jarayoni haqiqatan demokratiya bo'lyapti. Nega endi bizning O'zbekistonda umuman demokratiyadan asar ham yo'q? Men bu narsani o'tgan yilgi saylovlar jarayonida ham juda sezdim. Mana bu saylovlar jarayonida nega endi Farg'onada, Dushanbeda, Bo'kada, Parkentda va yo'qda shunday joylarda nega insonlar o'lyapti? Bu insonlar men bilishimcha haq-huquq talab qilib chiqqan insonlar o'lyapti. Nega bu insonlar o'lyapti deb biz chiqsak, bizni yo'limizni shunchalik militsiyalar to'sayapti. Ayollar buncha bilan kutib olishadimi? Ayollar fakat shu insonlar o'lishi to'xtalsin. Haq-huquq insonlarga berilsin deb biz talab В ответ на акции протеста руководство Узбекистана с помощью чиновников от журналистики начало кампанию клеветы против движения «Берлик», единственной политической силы в республике, посмевшей разоблачать преступный характер власти. Накануне кровопролития в Паркенте от имени «Берлика» были распространены провокационные призывы разобраться с турками. Люди поверили провокации и к назначенному часу собрались перед зданием райкома партии. Улица Гафура Гуляма. Здесь жил убитый 3 марта врач Хамидов Музаффар. Oldin o't qo'ydi, militsiyalarga yo'q bordi degan narsalar hammasi noto'g'ri bu. Bu hammasi noto'g'ri. O'sha xalqning g'azabini haddan tashqari oshirib yuborgandan keyin ko'z oldida o'liklarni otib, o'sha odamlarni, begunoh odamlarni otgandan keyin g'azablanib keyin xalq borib mashinalarni ham yo'qdi, to'g'ri, avtobuslarni ham yo'qdi. Keyin militsiyaga o't qo'yardi. O't qo'yishdan oldin talab qildi, chiqinglar. Nima uchun otyapsiz? Ular chiqishmadi. Navbarat o'qman javob berdi. Shu yerda bo'lib turganda, xalq yig'ilib turganda, Toshkentdagi nima keldi-ku? Mama Rasulim bilan Mirqosim keldi. Men birga yurdim shu odamlar bilan. Kelgan vaqtda shu ikkovi ham ko'rdi-yu, nega xudoligini yetmaydi. Shu kelib turgan vaqtda ikki havolin tepasida xalqni otyapti. Xalqni otyapti. Qurolsiz xalqni qanday inson chidab turib oladi bunga? Birlik tashkilotining mitingga da'vat etuvchi varaqalarni Чтобы отвести от себя подозрения, власти в своих газетах «Правда Востока», «Совет Узбекистана» и ряде других изданий опубликовали клеветнические измышления, утверждающие, что это дело рук Берлик. Lekin bizlarning 70tami, 60 deputat saylagan bizlar. Bironta deputat yo'q. Xalqni bosadigan yoki askarni qaytaradigan deputat yo'q. Keyin nima qiladi? Xalqni otishga boshladi. Yaralar ko'payib ketdi. Xalqni g'azabi qaynab ketdi. Shu toshbo'ron qildi ular. Tosh nima bo'lardi tosh? Oldiga nima tutib olgan ekan, faqat tarixda shuni dedi xolos. Men faqat shuni ko'rdim. Raykom yoki bo'lmasa rayon apparatidan biron kishi shu yerda bo'lgani yo'qda. O'zlar shuni qabul qiladimi? Agar raykom o'sha zahoti ma'atga zahoti tushib kelganda, hech qanaqa voqea bo'lsa, agar men kalim ketsa, bo'lmagan bo'ladi voqea. Sababchilarni jazolashini albatta istayman men. Haqiqat bo'lishini istayman. Men bundan nafratlanaman. Agar shunday tijli davrda va shunday tinch yurgan xalqni ko'chama-ko'cha yurib, otib, kaltaylab ketishiga bunday davlatdan nafratlanaman. Men bunday davlatdan, bunday rahbarlardan nafratlanaman. Men bularga otam deb so'rasa, ertaga nima javob beraman? Qani otam deb so'rasa? Ularning tarbiyasini o'zi bo'ladimi?
Men o'z farzandimni 28 yildan beri tarbiyalab keldim. Qani endi bularga bas. Hali yoshim 60 ga yaqinlashib qoldi. Kim tarbiyalaydi bularni? Kim voyaga yetkazadi? Толпа людей, собравшаяся перед райкомом партии, потребовала вывести беженцев из Паркента. Однако районное начальство так и не вышло. Вместо Исмаила Салимова, первого секретаря райкома, из укрытия появился батальон МВД и стал разгонять толпу. А когда из спровоцированной и уже неуправляемой массой в ответ посыпались булыжники, военные ответили огнем. И от здания райкома партии прошли и по этим улицам, отстреливая случайных прохожих. Казалось, была Конституция, гарантирующая права и свободы граждан, и были обязательства власти перед народом. Однако о них вспоминали лишь в день помпезного праздника, Дня Конституции. На деле Конституция была бутафорией, прикрывающей от мировой общественности преступный характер власти. В этом доме живет большое семейство Миртурсуновых. У них убили сына, 20 лет от роду. إنا نحن نخوض الموت وقدم وترخم وكل شيء أحسينه في إيمان مبين أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادرون على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إله آمين شوقنا القرآن المجيد إلا يجب ما يشتغل يقول كان Bu markazda bo'ldimi? Yo'q, shu yerda bo'ldi. Mana ko'chada bo'ldi. For ko'chada bo'ldi, for ko'chada. Ukamiz namoyish boshlanganda shunda asosiy yo'ldan 50 metr ichkarida. For ko'chasida biz o'lik turgan mahalda rasxat edi, shakar edi. Biz qayoqqa tarqalamiz? O'lik turgan bo'lsak. Shunda tarqalamizdan ko'rib, bular qo'rqmadi-da, o'q otishib mahalda. Ikki odam o'q otdi. Ham bir odam o'tdi, ham asosiy to'rko'chaning oldida o'tdi. Ertaga bizlar nima deb javob beramiz shularga? Saldatlar otib ketdi deymizmi shuni? Nima degan gap? Men soat 10:30da banisiga men borganimda Olmariqdan skoriy qanaqib kelib ulgurdi. Yangiyo'ldan skoriy qanaq, Chirchiqdan skoriy qanaq kelib soat 10 takam 11da kelib ulguradi. Oldindan belgilanmagan bo'lsa bu. Nimaga uchinishiga kelib ularni boqib yotadi, kecha bir kun oldin olib kelib. Nimaga veterinarni olib kelib qo'yadi?
Ular o'ynab kulib bichindi. 50 kishidan ortiq xizmat qilgan shu oilani shu kampirdan 103 ga kirgan kampirdan bo'lgan bolalar. Bizda nevara Bunday ochiq qolish. Biroz izoh bering sizdan. O'zingizni ismingizni, sharifingizni ayting. Ben şu o'lgan bolaning amakisi bo'laman. 41 yil bo'ldi ishlaganimga. Shorak ashroqda chamunusman. Qayta qurishdan keyin xalqning farovonligini yaxshilash, xalqqa xizmat qilish amalga oshsa kerak degandik. Qayta qurishni demokratiyaladik. Hozir demokratlar har bir bo'g'imiga bittadan statga qo'yib qo'ydik. Biroq og'zini ocholmay bo'lib qoldi. Gapirolmay bo'lib qoldi. Nima demokratiya o'zi bu? Qanaqa demokratiya bo'lishi mumkin? Haqni haq talabini buzsak, fashistlarcha odamlarni tashqariga qirib tashlasak, markaziy matbuotlarning qo'ygan ishi. Bu haqiqatmi? Shu bo'lgan voqelikmi? Yo'qmi? Hech kim turishni beramiz. Endi 23 yoshga chiqdim. 100 ta bolam uzoq sharqqa borib Qo'shinlar ichki ishlar ministrligi ruxsati bilan Kumushkonda turgan turklarni himoya qilishga olib kelinganmiz. Kumushkon bizlardan 20 km yuqorida bo'lsa, hali shu paytgacha turklarga birorta odam qo'l ko'tarmagan, to'palang bo'lmagan, boshqa